Jonov Shohjahonni ayalari siz. Tabriklaymiz opa. Farzandingiz maktabda 100 balldan 100 ball oldi. Monitoring testlarida bu juda ham katta natija. Juda ham zo'r natija. Chunki bunaqa farzand yuqori ball olish uchun eng birinchi navbatda ota-ona uyda farzandlariga chiroyli tarbiya bergan bo'lishi kerak va hamisha farzandni nazorat qilish kerak. Opajon, biz maktabimiz ma'muriyatidan bu sizga va bu ham sizga. Xudo xohlasa biz ishonamiz, Shohjahon kelajakda jamiyatimizga, millatimizga, butun bir davlatimizga kerakli inson bo'lib, shaxs bo'lib yetishadigan umid qilamiz. Rahmat sizlarga ham katta. Xo'p, rahmat. Bilimlaringga. To'yimiz to'xta, bolam anaqada ertalabdan kechgacha darsda, ishonchli qo'llarda biz ham mana vaziyatni ko'ramiz. To'g'ri, xalq xizmatida. O'shuning uchun rahmat katta, berakam bilimlar. Rahmat sizga ham. Sizga eng avvalambor sizga dadasiga kattakon rahmat. Shunaqa chiroyli tarbiya berganlari uchun. Eng nimasi mana sizga o'xshab farzandlar yuqori natijani ko'rsatish uchun ota-onalarga nima tavsiya berasiz opajon? Ota-onalarga ham o'sha bolalarini nima deydi, to'g'risini aytsam, bersin shunaqa maktablarga nazoratda ushlab turadigan, shug'ullansin, shunaqa bolaga motivatsiya bersin. To'g'risi men o'sha Toshkentga borib kelib, kichkina bolalarni tilni bilishini, anaqasini ko'rib, o'g'limga kelib, bolam yaxshi o'qidi, mana ishxonamiz ko'p bo'lamiz bunaqa joylar. Hali bolalarni havas qilib keldim-da, sen ham shunaqa natijalarga erishgan. deb hali qiziqtirish berish kerakda bolaga. Birding o'rgansang, ertaga bunaqa bo'lasan, bunaqa joylarda yurasan, bunaqa kasblarga egalaysan deb dadasi ham tushuncha beradi-da. O'g'lim, ikkita yo'ling bor. Yaxshi o'qib, yaxshi ishlab, mana shunaqa joylarda, nima deydi, kurslarda ishlab, toza-ozoda joylarda ishlab olish, yana ikkita yo'ling, hali mehnat, jismoniy mehnat ichida anaqa qilish. Qaysi birini tanlab, o'zingni qo'lingda bo'lar. Rahmat opa. Aytamizda, tushuntiramiz unga, o'zingni qo'lingda tanlash. Rahmat. Sizlarga fidoyi, jonkuyar, farzand doim qo'llab-quvvatlaydigan ota-onalar hamisha bor bo'lsin. Rahmat sizga opajon. Jamoasiga rahmat. Xo'p bo'ladi, rahmat. Biz bilan shug'ullanib, doimiy nazorat qilib berib turganlari uchun, bergan bilimlaringga ko'p rahmat. Sog' bo'linglar. Biz boshqa maktabda ham o'qib ko'rganmiz-da, Jasliy maktabda, lekin bu yerga o'tkazib, o'ziga ham yoqdi, bizga ham yoqdi, boshqa yomonlashmadi. Lekin hali nima deydi, imkoniyatlari, nimalari ulardan ham yaxshiroq ekanda. Iloyim oxirigacha shunaqa. Xudo xohlasa biz katta natijalarni ko'rsatamiz inshaalloh birgalikda. Rahmat. Bizda ham bitta 5 ta 6 ta ota-onani bo'ladi sizlar maktablaringda. Bir-birimizga qiziqib olib o'tganmiz. O'sha shuncha ota-onalarning ichida sizni farzandingiz shu eng asosiy fan ingliz tili, rus tili, matematikadan biz hozirdan o'zi o'qishga tayyorgarlik ko'rsatyapmiz bolalarni. Kirganda eng yuqori katta nufuzli o'qishlarga kirish uchun shuncha ota-onalarni o'qirgan farzand, lekin sizni farzandingiz 100 ball oladi. Xudo xolasa Oxford, Cambridge, Garvardlarda o'qishasiz. Iloyim aytganingiz. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p bo'ladi, rahmat.